u sharoitda yurak tez urib ketganda nima qilish kerak? Demak, bu bo'yicha biz bir nechta videolar chiqarganmiz. Agarda sizda bularni podrobno описаниесі kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling, direktdan yoki kommentariyaga plus belgilang. Biz sizga buni YouTube'da qo'ygan videomizning silkasini yuboramiz. Hozir sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman nima qilish kerakligini. Birinchi navbatda vahima qilmaslik kerak. Ya'ni kasal o'zini bosib olish kerak, tinchlanish kerak. Tinchlangandan keyin, demak, agar xonada qanaqadir havo aylanishda muammo bo'lsa, derazalarni ochib, demak, toza havoga chiqish kerak. Uy sharoitida bemorning qo'ldan keladigan bir nechta mashqlar bor. Demak, birinchisi bu valsal vasnamas deymiz. Ya'ni kasal chuqur nafas olib, nafasni ushlab turadi. Yoki sovuq suvda yuzini yuvadi, yoki sovuq suv ichishi mumkin. Ko'z olmasini masaji, karotid sinus bor. Demak, bo'ynida maxsus joylari bor, o'shani masaj qilsa ham, demak, biz vagus degan nerv tizimini uyg'otamiz. Ya'ni bu nerv tizimi uyg'onganda yurak tez urayotgan yurak to'satdan to'xtab qoladi. Ya'ni paroksimal taxikardiyani davolashning birinchi o'rinda turadigan metodi bu vagus sinamalar hisoblanadi. Sizga qiziqarli bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz bu videoni sizga yuboramiz.